Assalomu alaykum, darsimiz kuzatuvchilari, hurmatli o'qituvchilar va aziz talabalar. Bugun sizlar bilan Rossiya olimlari tomonidan pedagogik kompetensiya bo'yicha ilmiy yondashuvlar mavzusi bilan tanishamiz. Dastlab mavzuyimiz rejalari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi rejamizda biz kompetensiya tushunchasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ikkinchi rejamizda esa pedagogik kasbiy kompetensiya bo'yicha Rossiya olimlari izlanishlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Dastlab kompetensiya tushunchasini izohlasak. Bu atamaning mazmun mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kompetensiya so'zi lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida munosib, to'g'ri keladi, mos keladi ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahorat va amaliy tajribalarini qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi. Ko'p hollarda kasbiy kompetentlik atamasi qo'llaniladi. Bu so'zni kasbiy vazifalarini amalga oshirishda o'z amaliy tajribalari, bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyati deb tushunsa bo'ladi. Pedagogik kasbiy kompetensiya nuqtai nazaridan yondashuv masalasida butun dunyo olim va mutaxassislari o'rtasida ilmiy munozara va bahslar davom etmoqda. AQSh va Yevropa mamlakatlari pedagogik olimlarga nisbatan Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga mukkasidan ketganligi yaqqol ko'rinadi. Slastinin, Isayev va boshqalar tomonidan yozilgan pedagogika o'quv qo'llanmasining 3-bobi pedagogning kasbiy kompetensiyasiga bag'ishlanib, bu tushuncha va mahorati haqida fikrlar beradi. Mualliflarning ta'kidlashicha, pedagogika kompetensiya tizimi amaliy va nazariy tayyorgarligi, pedagogning kasbiy kompetensiyasi kasbi boshqaruvchi va shakllantiruvchi xususiyatga ega. Shaxs shakllanishini boshqarish kompetentlikni talab qiladi. Bu o'zida o'qituvchining nazariy va amaliy tayyorgarligini jamlagan holda uning kasbiy mahoratini namoyish qiladi. Bolotov va Selikovlarning fikriga ko'ra, kompetensiya nuqtai nazaridan yondashuv talabaning bilimdonligini emas, balki muammolarni hal qila olish qobiliyatini ko'rsatadi va eng birinchi darajadagi zarur qobiliyat deb baholaydi. Bandorovskaya va Kulnichevning ilmiy ishlarida talabalar yig'adigan kompetensiya unsurlari faqat asosiy maqsadga, pedagogik faoliyat olib borish uchun yo'naltirilishi yoki zarur bo'lishi lozim deb hisoblaydi.